Bola kimniki deysizlar, ayollar? Bola kimniki? Sizlarniki. Nima biz armiyadamidik? Meni kechirasizlar, ayollar. Bola erniki, erkakniki isbotlab beraman hozir. Cho'ttamizlar erkaklar? Isbotlab beraymi? Bola bizniki. Bankomatga plastik karta solasiz, a? Pul tushadi. O'sha pul kimniki? Bankomatnikimi, kartaning egasinikimi? Kimniki? Aka siz ayting. Pul kartaning egasinikimi? Ha, bola ham biznikida aka. Bitta joyda shunaqa desam, bitta onaxon nima deydi? Avazjon, u bankomatga karta solganingiz bilan pul tushmasa-chi deydi. Boshqa bankomatga solamiz dedim. Endi xalq banki ishlamasa, milliy bank ishlaydi. Ipoteka bank bor, bank ko'p-ku.